Arzon kosmetikalarda mana shunaqa chiroyli makiyaj qilamiz. Qani ketdik. Avvalambor hamma bilan salomlashib, bizaga kelgan mana shunaqa hadyani unpacking qilamiz. Anchadan beri o'zimga yangi kosmetikalar olaman deb yuruvdim, lekin bola bilan menda vaqt chegaralangan. Oxir Instagramda Sabin Kosmetikdan ushbu naborni oldim. Nabor ichidagi narsalarni sanab o'tadigan bo'lsam, pudra, tonalka, ten, highlighter, mana shunaqa massaj toshlari, maska, fiksator, tush, podvodka, qalam. Menga juda ham yoqqan narsa esa bu kosmetika sumka. Kачествоsi вообще zo'r, ichida mana shunaqa cho'ntaklari bor ekan. Xullas, tavsiya beraman, olinglar. Xullas, biz yuzga mekap boshladik. Ukladkani davno qilib bo'ldim, sochlarim yig'ib, avvalo yuzga baza surtishdan boshlaymiz. Baza yuzimizga singib olguncha fiksator orqali qoshlarimizni avval pastga, keyin tepaga tarab olamiz. Shu joylarda ozgina yuzim xira ko'ringan, sababi predmetga fokus qaratilib qolibdi, e'tibor bermaysizlar. Undan keyin Dior Forever tonalkamizni yuzimizga sponj yordamida surtib olamiz. Keyin ko'zlarim atrofiga konsiler ishlataman. Uni ham yaxshilab surtib bo'lgandan keyin pudrani yaxshilab surtib olamiz. Mendagi keyingi etap ko'zlarim bo'ladi. Ko'zlarimni Dior tenlari orqali mana shu rangga bo'yab olamiz. Ko'zlarimni pastki qismiga qora ten ishlatib, undan keyin qora qalam orqali ichlarini qoraga bo'yab olaman. Kiprik ektirmagan vaqtlarim har doim podvodka surtib yuraman. Hozir podvodka surtib, bundan keyin kipriklarimizni tush bilan bo'yaymiz. Makiyaj qilishda meni eng sevgan joyim bu highlighter ishlatish. Highlighter bilan yuzimizni hamma yog'ini yaltiratib olamiz. Orada labim bo'yagan joyim videoga olinmabdi. Bizda makiyaj tayyor, 1 dan 10 gacha baho beringlar. Mana shu kosmetikalarga qancha ketdi deb o'ylaysizlar, kommentariyada javobinglarni qoldiringlar. Profilimda qiziqarli videolar ko'p, yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'ling.